Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Superligada navbatdagi tur bahslari start olmoqda. 13-tur va barchangizni mana bugun boshlanadigan o'yinlarning dastlabkisiga taklif etaman. Buxoro Bunyodkor o'yiniga taklif etaman sizni. Navoiy shahridagi Yoshlik sport majmuasi mezbonlik qiladi mana shu o'yinga. Buxoro va Bunyodkor yaxshi o'yin bo'ladi. Bu ikki jamoa jadvalda bir-biriga yaqin, bor yo'g'i 1 ochkolik tafovut bilan turibdi ular. Shunga monand o'yin ko'ramiz degan ishonch bor menda. Ilyos Zaytullayev Bunyodkor jamoasi bosh murabbiysi sxematik ko'rinishda bu jamoalar g'alabaga tashna holatda yetib keldi. Uchrashuv start olmoqda do'stlar. Buxoro jamoasi vakillari boshlab berdi. Yana aytib o'taman, o'ng tomondagi darvozalarniki ko'k libosda Toshmirzayev chap qanot hujumida ko'rsatilgan. O'z pozitsiyasida hozircha mana bu Buxoro xavfli vaziyatdan yaxshigina zarba Shahboz Jo'rabekovdan kuchli zarbasiga to'g'anoq bo'lishdi. Anchagina kuchli zarba bor Jo'rabekovni o'zi outdan to'pni tashlab boshlab bergan edi mana shu hujumni. Matiya Krivakapich hujum chizig'ida harakat qiladi ekan, o'zini taklif qiladigan futbolchilar bor. Bu Radich edi. Radichdan zarba bu. Zarba. Uzatma emas. Yana Buxoroga qaytmoqda to'p. Buxoroliklarning yurishini ko'rishimiz mumkin. Chaproqqa Timur Mamasiddiqovga bu xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Mamasiddiqov zarba pozitsiyasini izladi, lekin yo'llar yopiq edi. Uzatma amalga oshirdi. Hujum davom etadi. Radichda to'p. Radich zarba bermadi. Chalg'ituvchi harakatlar endi uzatma amalga oshirildi. Va! Ustunga tegib qaytmoqda. Asadbek Jo'raboyevning urinishi. Radichning boyagi vaziyat uzatma, Jo'raboyevning zarbasi qarang, havoda. To'raqulov u bilan kurashda yutqazgan ekan. Yaxshi uzatma mana bu yerda. Radich. Zo'r, ajoyib, Ro'ziyevdan zarba, qulay nuqta. O'ziga o'zi vaziyat yaratdi, lekin nuqta qo'ya olmadi. Zaytullayev asabiylashmoqda. Pasni ko'ring. Ro'ziyevning raqib himoyachilarini qanday dog'da qoldirganini ko'ring. So'nggi harakat o'xshamadi. Hali tusha olmaydi Yo'ldoshev. Hozir 1 daqiqalik qoida bor, shifokorlardan yordam oldi. 1 daqiqadan so'ng ruxsat berilganda tushadi. Mana bu yerda esa Radich qanday yurish qilyapti. Va gol do'stlar, gol. Buxoro time so'ngida gol urmoqda. Asadbek Jo'raboyevni ko'rsatyapti bu yerda Shahboz Jo'rabekov. Bu urdi demoqchimi? Menimcha shunday. Lekin golni nishonlash uchun burchakka ham ketishdi boshqa o'yinchilar. Buxoro time so'ngida hisobni ochdi. Tusha olmasdi ham maydonga. Radich qanday kirib bordi? Uning harakatlari albatta o'rinli, katta xizmati bor edi. Radichning bu yerda Javohir Ro'ziyev bilan kombinatsiya, himoyachilar orasidan o'tib bordi. To'p esa Jo'raboyevga qo'shilib kirib borgan ekan chiziq ichiga. Mana, e'tibor bering. Jo'raboyev bilan to'p qo'shilib kirib ketdi ichkariga. 1-0 hisobi bilan birinchi taym yakunlanyapti. Buxoro jamoasi yaxshi kayfiyatda tanaffusga yo'l oladigan bo'ldi. Bunyodkor esa so'nggi pallada o'tkazilgan gol alami bilan kiyinish xonasiga yo'l olmoqda. Hozircha tanaffus. Ikkinchi bo'lim boshlandi qadrli do'stlar. Buxoro Bunyodkor uchrashuvi. Yuqoridan uzatma. To'pchi kurash va darvozabon Abdumavlon Abdujalilov seyv ijro etdi. Parallel ravishda bo'lib o'tayotgan o'yinlardan xabaringiz bor. Yuqoridan uzatmani ko'rishingiz mumkin. Qulmatov keyingi zarba pas bo'ldi va Jo'raboyev darvozaga yo'lladi. Standart vaziyat. Masofa uzoq, lekin Normurodovning yaxshi zarbasi bor, sinab ko'radi uni. Normurodovdan zarba noaniq. Ikkinchi qavat. Darvozabon to'pni qaytardi. Bunyodkorda imkoniyat va Ravshan Xayrullayev qutqardi jamoasi. Bo'ldi.
Shavkat Nasibullayev final hushtakini chaldi. Buxoro jamoasi ochkolari sonini 23 taga yetkazdi va mavsumdagi yana bir g'alabasini qo'lga kiritmoqda. Xamikov mag'lub etdi. Qiyin kechgan o'yinda, ayniqsa ikkinchi taymda Bunyodkor tashabbusni o'z qo'liga olib harakat qildi. Buxoro muxlislarini ushbu g'alaba bilan tabriklaymiz. Bunyodkor muxlislariga sabr tilaymiz. Uchrashuvni Abror Jo'raqulov sharhlab bordi. Nasib qilsa keyingi uchrashuvlarda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.